Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xabaringiz bor, Unicorn Soft kompaniyasi Adliya vazirligi bilan hamkorlikda ishlab chiqqan huquqshunos elektron tizimi faoliyatiga yangi yechimlarni joriy etish ishlari jadal rivojlanib bormoqda. Galdagi o'zgarishlardan biri yuridik tusdagi hujjat loyihalarini paket shaklida qabul qilishga qaratildi. Bu jarayonda ham sun'iy intellekt imkoniyatlaridan unumli foydalanish rejalashtirilgan. Bugun shu haqda. Hozirgi kunda huquqshunos elektron tizimida hujjatlarni faqat hujjatni yaratish, ya'ni buyruq, shartnomani yaratib, yuridik xizmat tomonidan huquqiy ekspertizadan o'tkazilib, hujjatni imzolash jarayoni borda. Ya'ni bu o'sha hujjat bilan ishlashda bir 70% ni tashkil qiladigan bo'lsa, endi hujjatlarni to'liq raqamlashtirmoqchimiz. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Xodimni, o'sha ishga kiradigan yoki ta'til oladigan xodimni arizasidan boshlab toki uni buyrug'i chiqqancha shu barcha bo'ladigan jarayonlarni huquqshunos amalga oshirmoqchimiz. Hozir tizimda faqatgina buyruq va shartnoma yaratiladigan bo'lsa, paket usulida, ya'ni o'sha ta'tilga chiqmoqchi bo'lgan xodim shu arizasini o'zini profilidan kirib yozadi. Bu tashkilotda kadrga borib tushadi. Kadr buyruqni avtomatik shakllantirishga o'tadi. Ya'ni biz bu yo'nalishlarda ham sun'iy intellekt vositalaridan foydalanyapmiz. Tashkilot xodimlari uchun ham huquqshunosda kabinet ochganmiz. Unga bemalol One ID tizimi orqali kiriladi va arizani namunalarini tanlab, misol uchun ishga qabul qilinish, mehnat ta'tiliga chiqish kabi arizalar va ushbu arizani tanlab, namunani Word'da ham yozib o'tirmaydi, tayyor shablon bo'ladi va kerakli maydonlarni to'ldirish orqali hujjatimiz tayyor holga keladi. Elektron raqamli imzo bilan tasdiqlanib, ariza ham elektron shaklga o'tadigan bo'lsa, biz hattoki buyruqlarni sun'iy intellekt yordamida shakllantirilishiga ham olib kelishimiz mumkin. Arizani sun'iy intellekt o'qib, avtomatik ravishda buyruqni o'zi yaratib beradi. Demak, arizalarni xodimlar qo'lda yozib yoki raspechatga qilib kadrga olib kirib berishardi. Kadr uni keyin tizimga ilova sifatida skaner qilib kiritardi. Hozir esa tizimni o'zida ariza shakllantiradi, tizimni o'zida ariza imzolanadi va ilova sifatida buyruqqa ham avtomatik ravishda ilova bo'lib qoladi. Hozirgi kunda huquqshunos tizimida yana ko'plab integratsiya jarayonlarini amalga oshiryapmiz. Xususan, oliy ta'limni bitirganlik to'g'risida diplom, mehnat daftarchasiga bo'lgan talabni ham integratsiya orqali, shu My mehnat tizimini orqali ham tashkilot ham markaz qismi ko'rishi mumkin. Bundan tashqari, pasport ma'lumotlari bilan bog'liq yoki bo'lmasa ichki ishlar bazalarida turganlik to'g'risidagi holatlari bilan bog'liq barcha tizimlarni hozir integratsiya qilish hozir rejamizda turibdi. Bu o'sha xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlardagi xodimlarni MyGov orqali yoki tashkilotga borib qandaydir ma'lumotnomalarni olib kelib, unga ilova qilishga bo'lgan birinchidan vaqtini tejaydi, ikkinchidan sarf xarajatini tejaydi, uchinchidan markaz ham buni ko'rib chiqishiga osonlik keltirib chiqaradi. O'shaning uchun bu yo'nalishda ham hozirgi kunda ishlarimizni amalga oshiryapmiz.